هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا حبيب الله، هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetlik, qadirli ko'rganlarimiz. Mana bu Rasulullah programmamizning 9-sanini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqin. Qadirli qarindoshlar, hammalar ma'lum bo'lgandek, biz bu ulug' muborak oy boshlangandan buyon huzuringlarda bo'layotgan bu programma mana shunday bir go'zal oy, shunday go'zal minutlarda Rabbimizning rahmati tasavvur qilg'usiz darajada yig'iyotgan, dünyanın hamma yerida mu'minlar yaşayotgan, yani hammasida Allohning rahmatlari yomg'irdak yig'iyotgan xuddi ifodalash agar mumkin bo'lsa, mana shunday bir muborak oylarda Alloh subhanahu va taolo bizga eng yaxshi ulgu qilib ko'rsatib bergan, butun hayotimizdagi barliq ishlarimizni uningdan ulgu elib mengishqib buyurgan Rasulimiz, ko'zimizning nuri bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamniki ahlaki, yürüş duruşu, sözleri, sünneti bula arkalık özümüzne, kolumuzun kelgençe hayatımızı bu güzel ahlaklar bilen güzelleştirip meniş niyeti de acizane bu fikrini oturup koyup bu programın başlayan edip Rabbim inşallah bu niyetlerimizi amelge aşırıp zerrece hizmet kılalıgan bolsak, zerrece hayatımızga bir özgürlük koşalıgan bolsak, biz nime diyen baxtlik müminlerden bulunuz. Şu münasebet bilen programımızın daimlik mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği azası, hürmetlik davetçi ustazımız Habibullah Kösenli'ni teklif kıldık. Kıymetli vaktin çıkarıp kepegeli üçün aldı. Köp rahmet etiniz. Sizlerge köp rahmet. Cemaatlerimizin Allah rahmet kılsın. Allah razı olsun. Ama Allah ma'lum bo'lgandek, biz her bir programımızı ma'lum bir tema bilen her bir temamızda Resulullah ve Palanide programına isim koyuyoruz. Bugünkü temamız, baş temamız Resulullah ve sahabeler degan temada to'xtalamiz. Programımız naq meydandan taqitlayotgan boshqa programmalarga agarda savol javob bo'lsa yozsanglar bo'ldi. Shunaqa ko'plagan qarindoshlarımızdan foydalanishi uchun hem barlab qo'yishinglarni umid qilamiz. Savollarga yoki ayrim bir program şekilde cevap beramiz inşallah. Vaqtimiz qisqa bo'lganligi uchun balkim amma savollarga vaqti cevap bermasligimiz mumkin. Program vaqti qisqa bo'lganligi uchun. Lekin yozsanglar hammasiga javob berishga tirishimiz bir şekilde aldığımızdaki programlarda. Ustoz, unda bo'lsa bevosita bugungi suhbatimizga kirsak, bugun biz Rasulullah ve sahabeler dedik. Endi en aldı bilen Resulümüz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerge qanday muamele qiladi degan müşahidin kirsak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Jonijon Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge durut ve salamlar bo'lsin. Ve şu sahabelerge Allah'ın rahmeti, mağfireti bo'lsin. Ve dünyada muş sahabelerni ulug' qilib yaşagan barliq musulmonlarning ki muş ulug' ay ulug' kunlarda gunohlarini afv qilsin. Endi biz dedik bu ulug' Ramazonda Rasulullah'ninki hayatını hayatı bilen yaqindan tunishib chiqib, hayotimizga bir yangi mazmun, ma'no qo'shib, bir yaxshi musulmon bo'layli, yaxshi odam bo'layli, haqiqiy bir musulmon o'lchimiga tushayli deb bu darsni qilyapmiz. Endi jumladan biz hozir payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarga qanday muomala qiladi dedik. Endi bu darsda maqsad nima desak, sahoba degan gap, ya'ni hamro degan gap. Hamro degan gap. Biz Rasulullah'ның sahabelerge qanday muamele qilganini bilib, etrafımızdaki hamrolarga shunday muamele qilsak, bu darsninki mazmuni shu. Albatta. Endi men shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahabelarga muomalasini o'qigan vaqtimda, ya'ni ajoyib odamni hayajonga soladigan vaqa hadislar bak jihkan hamda. Men shuni arasida shu bir vaqalikni deyish orqali demakchi bo'lgan gapni qisqartishni o'yladim-da endi. Yani Rasulullah, mana bu Rasulullah mushda bo'lsa sahabelarga qanday muomala qilganligini qiyos qilib olib bo'ldi. Bu vaqalikni deb o'tay.
bu vaqalikni Ibn Kasir rahmatullohi alayhi Al Bidaya va Nihoya degan kitobida bayon qilgan. Mushu Uhud g'azotida kafirlardan birisi mushu Rasulullohni bir chupkasun deganda qilib bir o'rak qo'lab qo'ygan. Endi Uhud g'azoti o'zdir billah bir Uhud teg'ining atrofida bo'lgan. Undan keyin toshliq bir yerda bir necha kun ashda qo'lab tikanda bu kafir. Endi bu urushish jarayonida degandek Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam bu o'rakka tushib ketib qoldi. Tushib mushu Rasulullohning beshi bilan bili bir toshga tegib ketdi. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamninki to'rt oldi tishi tushib ketib qoldi. Ruboiya degan oldi tish degan, ya'ni oldi tish tushib ketib qoldi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Yuzlari qanab ketdi. Endi biz sizlarga day mush vaqtda Rasululloh necha yoshda? Hammamiz bilamiz Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam hijrat qilgan vaqtida taxminan 50 necha yosh. Yani taxminan 58 yosh, yani 58 yosh vaqtida mishaga tushib ketib qoldi. Yani payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik 40 yoshda payg'ambarlik bo'ldi, payg'ambar keldi. 13 yil Makka tug'an bo'lsa, 53 yosh bo'ldimi? Uhud jang'i Badr urushidan keyin bo'ldi aynan. Yani shunday hisoblagan chaqda 58 yosh atrofida bo'ladi. 57-58 yosh atrofida. Shu vaqtida mush o'rak tushib ketib qoldi payg'ambar alayhisalom. Hamda shundan payg'ambar alayhisalom qo'pay deb turishiga Ibn Qami'a degan kafir ko'rab qilib Rasulullohni qilish bilan beshiga mush ikki taraf ingaklarga uriyverdi-da. Shuning bilan bu Rasulullohning beshida urush jangga degan biz dubulg'i deymizmi, beshak kiyib olgan tumur qalpoq savuta. Bu savutnomada miyada sanglab turgan tumur bor ekan. Shu tumur Rasulullohning manziga petib ketdi. Shu mushvaqalikda mana Ummu Ammar radhiyallohu anha bir ayol kishi Rasulullohni qo'g'dayman deb Rasululloh qilish urqanchada Rasulullohga mushtaq yepishib dumbisini qilib turibdi. Heliq Ibn Qamadiyan kafir urib mishadik sungakni ichiga kirdirib atgan. Onamiz saqayga vaqtda mana sungak ichiga kirib ketganlarda dumbisda bir o'rak bo'lib saqayib qolganda hamda. Şo'lan buni tunji ko'rib qolgan Abu Bakr roziyallohu anhu. Abu Bakr roziyallohu anhu ya Rasululloh jinim san pido bo'lsin deb yugurib berib Rasulullohni qutqizishga tirishgan hamda. Şo'lan Rasulullohni o'rakdan chiqarib Abu Bakr roziyallohu anhu deydi, beshidagi qalpoqni olay deb chiqarammadim deydi. Nimishqa deslar, yendiki tumur, yendiki bunda zanjir Rasulullohni inki shunda kirkatganki tatib chiqa olmadi deydi. Shu bilan Ubayd ibn al-Jarroh yugurib kelib, "Ey Abu Bakr, Alloh haqida, Xudo haqida o'tnib qilay, ma ishni men qilay" deb heliqi zanjirini mana tishi bilan tishlab chiqarmoqchi bo'ldi deydi. Shu jarayonda Abdullah Ubayd ibn al-Jarrohning oldidagi tish to'mirilib ketdi. Bir qadimlik ketmejmi? Intasa bir sunudi. Uni ep qo'yib, yeni bir tishilar mashta qilib 4 tishi kichik oranda to'mirni chiqardi. Shuning bilan bu qon sabila shu manzilni ifodalab deydi. Qon shu darajada chiqib ketdiki, biz Rasulullohning ig'izi bilan burnini farq etamadik deydi. Shuning bilan Rasululloh shunda qo'lni ko'tardi dedi. Ya'ni duo qilmoqchilar. Abu Bakr hatlo endi bu kafirlarni qag'aydigan bo'ldi deb yurkim qartliq qildi. Chunki endi bu kafirlarning ichida tuqqanlari va yaqinlari va ham bularni qag'ib olsam deb tugaydi. Desa payg'ambar sallallohu alayhi qo'lni ko'tarib Allohumma g'firli fa inna qawmi la ya'lamun. Shu paytda ey Alloh mening qavmimni kechirib et, chunki ular bilmaydi. Bu nadin kelgan mehribonlik bu. Nadin kelgan bir Allohumma g'fir li mu ya Allohumma g'fir li qawmi.
Allahümme gfir li qavmi fe innahum la ya'lamun. Ey Allah menin qavmimni kechirib etken çünkü ular bilmeydi. Menin haq peygamber ekenligini bilmeydi. Ey Allah ma haqiqatni bilmeydi ularni kechirib etken. Mesela mush vaqaligini bir tasavvur qilib baqsalarimdi. Bir payg'ambar buni o'ltirishga hirisman bir odamga Rasulullahning tuqqanlari turib, bir malida cho'ng bo'lgan turib, Rasululloh haqini olib kelsa, Rasululloh ochib kelsin deb o'rakni qo'lab, o'rakdan qo'paydisini chiqarmay o'ltirman degan odamga Allohumma g'fir li qawmi fa innahum la ya'lamun degan bu qalb, bu payg'ambarning qalbining naqadar daryo kengir. Mehrum muhabbatga to'shib ketgan bu payg'ambar silchi sahobalarga qanday muomala qiladi? O'zining ashaddiy dushmanlarga mandaq bir pozitsiyada, mandaq bir maydonda bo'lgan payg'ambar deyman, qavmiga o'ziga iymon etgan, o'zini mushkul kunlarda qo'yniga olgan, jon va mollarini Rasululloh uchun fido qilgan sahobalarga qanday muomala qilganligini o'sha qiyos qilib bo'ldimda. Tabukdan qaytib kelish vaqtida mana shu taşlar bilan tashlanib qo'g'inib chiqqan vaqtida ikki farishtani avatib. Taibdin. Taibdin. Ikki farishtani avatib agar xohlasang mush ikki tog'ni gumtumtirib Allah azab bersin bularga deganda shu duo qildi ana. Allah buningki bularning pushtidan bular hidoyat qilmay qolsa bularning pushtidan bir musulmon tug'ilib qolish Kegellerden Müslüman ümit kılman diye Resulullah'ı oylap bakayla. Demek bu peygamber yani şununla peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nebiyyur Rahme diyorlar şu. Bu rahmet peygamber, merhamet peygamberi. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. İnsaniyetke merhamet kılını. Yani şunun için muşunu oylap baksak mı bu peygamberden bir normal insan. Bu fakat bir Allah'ın peygamberden başka adamda masübet bulmaydı. Eğer sübhat bo'lsa deb baqsin, butun olam deb baqsin. Mana bu bizning payg'ambarimiz. Hamda Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning sahobi Abu Hurayra radhiyallohu anhu bir sahobi deydi. Jarir ibn Abdullah Ma ra'ani Rasul sallallahu alayhi va sallam munz aslamtu illa tabassama fi wajhi dedi. Men aş musulman bo'lgandan tatib Rasululloh meni ko'sila man qalab kulimsiraydi dedi. Rasululloh man qarab, yani sahabelarning yani davomli Rasululloh boshqalarga kulimsiraydi. Hatta tabassumuka li wajhi akhika sadaqa dedi. Sening qarindishingning chiroyiga kulimsirab qarashingning o'zi sadaqa, yani pul verib xayr ihson qandak ajr bo'ldi dedi. Yani mana bu biz bunu o'rganishimiz kerak. Bu qapaqni turib olib, haqqa ko'zimizning yanında qarab, o'zimizga bunda usulli yo'q. Rasululloh kulimsirab o'ylab baqsa, nima degan go'zal hayot bu. Rasululloh meni musulmon bo'lgan tatib meni ko'zli kulimsiraydi. Mush sahobalar kulimsirab desi yo'q. Bütün sahabeler Rasulullah'ın tasvirlagan chog'da mushunda tasvirlaydi. Rasululloh davomli kulimsiraydi. Mana biz o'zimizning yaqinlarga davomli mana xushxo'y kulimsirgan holatda. Masalan, ba'zilar deyish mumkin, hozir vatanda u bo'lsa, vatani bu bo'lsa, qandomi kulgisi keldi ya. Rasulullohning g'ami har birimizning g'amidan cho'ngdi. Rasulullahning dadi bizning dadimizdan cho'ngdi. Biz Uyg'ur xalqining dadini olsak, Rasululloh butun dunyo xalqining g'amini yeydi. Chunki payg'ambar butun insoniyatga payg'ambar qilingan payg'ambar edi. Shuning uchun mush kulimsirashni, mush masalani biz o'rganishimiz kerak. Endi mush payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning demakchi bo'lamiz ayrilmaydigan sifatlaridan birisi kulimsirash. Sahobalarga muomala qilgan vaqalikning birida, masalan, bir kunsi payg'ambar Anas ibn Malik radhiyallohu anhu naql qilgan hadis, bu hadis Buxoriyda bor. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu shunday dedi, bir kunsi masjidga bir odam keldi deydi. Kelib masjidga sigil boshladi deydi. Yani masjidga siyverdi. Tamam. Şundan sahabeler vay deyip kaldı dedi. Vay. Saralık Arap. Saralık. Şundan Peygamber Aleyhisselam vay sigil koyunlar, onun südüğünü üzüp koymanglar. Normal. Vay sigil koyunlar, sigil üzüp koyunlar deb. Şundan olan adam normal siyip olgandaken Peygamber Aleyhisselam çağırıp, "Qarindishim, inna hazihi masajid la tasluhu li shay'in min hadha al-qadar
innama hiya li zikrillah was salat dedi. Chiroyli chaqirib qarindishim, mavu masjid. Bu masjidga mandaq mehnat qilishga bo'lmaydi. Bu masjid degan Allohni zikr qilish, namoz o'qish uchun qilingan joy. Tugdi xolos. Boshqalarga suv akilinglar deb, suvni akilib, sudikni to'kib, pakizatinglar tugdi ish xolos. Mana masalani hal qilish usuli qarasizlar. Hal qilish. Degan bu ishi qolgan bo'lsa, ya'ni mana bu bizning payg'ambarimiz. Masjid Rasulullohga nisbatan zimindagi eng muqaddas joy. Masjidda bir rakat namoz o'qislar 1000 rakat kitob masjidda bu. Ya'ni normal masjid emas shumi? U masjid Rasululloh yig'nachadigan, Rasululloh Allohga ibodat qildigan, Rasululloh davlatni idora qildigan, siyosat, voysat normal jimto. Ya'ni ma'u mahslat hamda o'ylab baqslar kimni tepila? Mana bu bizning payg'ambarimiz. Mana bu Rasululloh. Ham ashunimi bilganki, masalan, olimlar shu siyvatgan insonninki sudkun to'xtatib o'tish yerim yo'lda. Tibbiy jihatdan salom ziyarat qildi. Bu mashina demasa, yangidan isbotlangan narsa bor. To'g'ri. Demak, ya'ni Allohning qanchalik eliq adam nima dedi? Namoz turib eliq Rasulullohdan ta'sirlandi adam. Eliq Arabi Allohumma arhamni va Muhammada va la tarham mahana ahada deb namoz duo qildi. Eliq masjidga adam. Nima degan bo'ldi? Ey Alloh, men va Muhammadga rahmat qilsizlar, boshqa hech qanday rahmat qilmasizlar dedi. Nima? Dedi Payg'ambar alayhisalom, laqad hajjarta wasi'an. Sen kengirni talashtirib o'tding. Allohning rahmati kengri, menga, senga hammasiga rahmat qildi. Yani demak, mush bir mavqifning o'zi ash masjidga siyvatgan odamning hayotida cho'ng bir ta'sir paydo qildi. Endi bir masalaga kelsak, masalan, Payg'ambar alayhisalomning qishiga aroq ichgan bir odamni olib keldi. O'shan Payg'ambar alayhisalom buning 80 dar uringlar degan buyruqni qildi. Qandan keyin sahabeler onu ba'zilarimiz qo'limiz bilan, ba'zimiz kiyimlarimiz bilan, ba'zilar oyoqlarimiz bilan endi o 80 dar degani urib bebish qatmaydi degani. Uni bir o'g'an bo'ldik deydi. Shundan qaytib ketgandan keyin sahabeler ahzakalloh Alloh seni xor qilib olsin. Ya'ni mushundoq aroq ichamsa u bu deb o sahabeni tillashga boshlagan vaqtida Payg'ambar alayhisalom shaytonga yordam qilmanglar. Qarindishinglarning ziniga shaytonga yordam qilmanglar. Balki onunğa Allahumma g'fir lahu, Allahumma arhamhu deb duo qilinglar. Ashabilar ham nimanda ichsa bu aroq Alloh harom qilgan to'sat deb Payg'ambar deb niqibdi. Ani shayton tashlab qo'ymanglar dedi. Texinbek o'zinglarni yiroqlashtirib uni. Uni tillagandan keyin ham o Texinbek shayton deydi, mana shunda tillaydi, bular yaqinlashmaydi deb. Bizim mushining qarab men deb qolmoqchi. Mush to'rlarda ba'ziyada da tinchab, ba'zancha tinchab qolma. Va bizning diniy qarindoshlarimiz tabliq qildim, dinni tunishtirdim deb shunda qo'pol gaplarni qildi. Ma degan din sening emas, bu emas deb davomli tabliq qilman deb xalqlarni so'qishib qoldi. Nima? Shuning uchun bu Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalom xitob qilib Bashir. Payg'ambar alayhisalom degan bashuru va la tunabbiru. Xalqlarga chiroyli xushbasharat, tatliq gapni qilinglar, xalqni qochirmanglar deb. İzhaba ila fir'auna ve qula lahu qawlan layyina. Ayet. Yani Musa alayhisalom, Harun alayhisalom sizlar Fir'aunni qishiq berib, chiroyli gap qilinglar. Shundan Payg'ambar alayhisalom o'ylab baqsizlar, osh tilsa, yo'q tillamay uningga, "Ey Alloh, buning gunohini kechirgin, buningga rahim qilgin" deb manda danglar. Bir kunsa Rasululloh munda bozorga ketib bordi. U kunda Rasululloh u vaqtning rahlarimi qilin emasmi? Payg'ambar alayhisalom bir Najranda yasalgan dedi. Ashu bunda qiliq bizninkida nima deymiz? Kendirning yog'ichida yasalgan. Kendirning qo'zi yasalgan bir qattiq kiyimni kiyib olgan deydi. Ketib olsa bir saraliq kelib deydi. Rasulullohning da chapindan tutib, yoqisida mo'yinda tatdi deydi. Tatibdi ash kiyimninki izlari Rasulullohning shu bo'ynini qip-qizil qilib o'tdi deydi. Qilib, "Ey Muhammad, Allohning qishingdagi Allohning melida menga azroq bermamsa" dedi deydi. Yani çıraq assalomu alaykum, yo'q, Rasulullohni tutiblam, yoqisida qilib kiyimlarini tatib, Allohning meldan bermamsa debdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam da qarab managa binasi beringlar deb boshqani bo'ri deydi. O'ylab baqsam, bunday qilib, birisi keliblamsizmi? Shundami? Yani vaqt taroq to'xtatib, "Ey, yani
Hey Peygamber sallam normalda qarab, nimeni birib, külimsirab qo'ygan. Mesela bunu da nemin ögünümüz genç hazır kılmış ehlilerimiz, siyasi kumandalarımız, iş ilgililerimiz, mesullar, mana bunu öğrengen çağda andakin Resulullah'ın kumandanlık sübütünü öğrengen buldu. Resulullah'ın peygamberlik yani ahunumluk sübütünü öğrengen buldu. Demek bu şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin her bir bu işlere karısak adamın aqınını lal qılmaydigan hiç qanday bir yer yok. Bu fakat peygamberde bulduğun sübütündür. Elbette yüreklerini yeritadigan şundaq deganlardan nəhayət köp. Ama biz yana bizni xoşal qıldigan Rasulimiz ninki hayatını nurgulagan nimeler ötüktük hem de jarayan nimeler. Rasulimiz mesela çaq-çaq qılamdı. Rasulullah'ın çaq-çıqı bugünkü bəzən daxilqi hem çaq-çaq qısmı bütünlüğü haq bilen to'g'ri bilan chaqchaq qiladi. To'g'ri, mush haqida biroz bir gap qilsam. Endi mushu ajoyib bir savolda, payg'ambar vahiy tushidi, chaqchaq qilindi, shunami? To'g'ri, buni bilishimiz kerak, payg'ambar ham chaqchaq qildi. Chaqchaq qildi. Sahabeler chaqchaq qildi. Hatta Abu Bakr radhiyallohu anhuning bir chaqchaq, Abu Bakr bir nechadan chaqchaq va Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bir yil qilgan chaqchaqlar bor endi. Sahabeler chaqchaq qildi. Şunu sahabeler Peygamber Aleyhisselam'a ya Resulullah tudaibuna dedi. Ya Resulullah özler bizge çaqçaq qıldığı dedi. Yani sahabeler meyran qıldığı mu? Ya Resulullah asıl çaqçaq qıldığı bizgen çağda. Hemen çaqçaq qılma, lekin haq bilan çaqçaq qılma. Yalğandan to'qib, to'g'ri bilan çaqçaq qılma. Yani demek yalğandan to'qimayman, başqalarını küldürmen deb yalğan to'qimayman deydi. Şunun için bizning yoki ba'zi chaqchaqlar bor, başqalarning g'ururi tegadigan chaqchaq shaklda qilgan. Yo'q. Yani hem to'g'ri hem haq chaqchaqni qilma dedi. Ana bunu da nimini öğrenişimiz gerekse Peygamber Aleyhisselam'ın bir insan ekanligi. İkincisi biz devamlı qılıqı qapqımızdan turib, şundama bek islab kitib, şunda qılıqı surluq emas. Peygamber Aleyhisselam normal, hoş chaqchaq, xushxo'y, şundama. Bir unustiki ama şu Peygamber Aleyhisselam'dan chaqchaqlarda mı adam acayip bir hayran qaldığan yerler var. Mesela şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bir sahralık dostu var. İsmi Zahir ibn Haram. Zahir ibn Haram. Bu kişi qanday kişi dedisizlar, bu sahralıqda. Peygamber Aleyhisselam bek yaxshi ko'ratdi. Peygamber Aleyhisselam'a Yezid'in onu bunu ekbirdi. Peygamber Aleyhisselam şehirden çıkıdığan bir neslini birettemdi. Mesela Peygamber Aleyhisselam'a meyveçi ve o bu nesike Peygamber Aleyhisselam'a şehirden çıkıdığan qo'mayu, bazarda bulgan neslini biretdi. Andan keyin agar bu sahabening ham bir qiziqishi bor-da, nima meva yoki bunda ko'ziga chiroyli bir narsa uchirib qolsa, "Voy Rasululloh meni esla" deb akildi. Shu Rasululloh ham Yaponiyada kechda tijorat qilayotgan. O yegan narsaning pulini esla deb. "Voy bu men nima pul nurma? Menga Zahir ibn Haram akeldi" desa, Rasululloh pul nur deb aketgan. Sahabe yaxshi narsa chiqsa Rasulullohni yaxshi ko'rdi. Lekin alayhis pul yo'q. Şunu Resulullah men hizada berib qo'yib, asta pulni payg'ambar evligida boshqa qilgan. Şular bir kunsi bu sahabe bazada şu savdo qilib tursa, Peygamber Aleyhisselam aqısını kiplam quchoqlab oldi. Şunu uqmay kim bu meni qo'yib deb shunda qara Peygamber Aleyhisselamni bilib, "Voy" deb taqim dimbisini Rasulullohga chaplab akilgil tegdi. Şuna Peygamber Aleyhisselam "Voy tutulib, ma'qulni kim oldi, ma'qulni kim oldi" deb. Çaqçaq oldu, qul emas o biri. Degan keyin ashabim dedi. Çünkü bu sahabe sel setrak, paka, ko'rimsizroq bir kishi edi. Shuning uchun kim aldati Peygamber sallam dedi, "Ya Rasulullah tajiduni kasidan" dedi. Rasulullah agar men satsam bir adam olmaydi. Yani meni kim aldı Rasulullah? Yani başqa odamlar tas ko'ziga ilmaydigan bechora adam. Men Rasulullah degan gapga qaraslar. Sen Allah'ın dargahida bek kıymetlik. Çaqchaq ama acayip bir ders deme o. Biz şu, şunama biz aşındaq köngülü sunuq, başqalar tarafından salam kılınmaydigan, başqalar tarafından sorungu çaqırılmaydigan, kız sorap kasib bəmeydigan, muşundaq kişilerini Resulullah qandaq köngülünü götüretti. Ya Resulullah teciduni kasidan debti. Lakin indallahi leste bi kasid. Ama sen Allah'ın dergahida
qimmatsiz emas. Yani Allah'ın dargohida darajang yuqori. O'ylab baqsam, mush gapni bir payg'ambarning og'zidan anglagan ash sahaba olam shumul xo'sh bo'lib ketib, hatto hayotida mushni aslab o'tgan bo'lish mumkin. Mening maduniyat bo'lmagan bilan Allohning dargohida mening nimam bor ekan. O'ylab baqsam. Shuning uchun Rasul akram sallallohu alayhi vasallamdan keyin chaqchaq qiladi. Masalan, payg'ambar alayhisolamdan bir qir ayol qilgan chaqchaq bor edi. Bir Ayşe anımız deydi, Peygamber sallam qaşığa, nayati yeş çoğun bir ayol keldi deydi. Kelip, ya Rasulullah, bana cennet görüşüm için dua qısla dedi deydi. Peygamber aleyhisselam, ay palanının anısı, o cennetke qeyrğutun kirmeydi dedi. Degeniken bu ayol jığlaplam ketip qaldı deydi. Men kiremegdek maydi. Şunu Peygamber aleyhisselam dep qo'yinglar. Cennetke manda qeyri halat kirmeydi. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de İnna enşa'nahunna insha'a fec'alnahunna abkara. Biz ularni boshqacha o'zgicha yaratamiz deydi. Yani başka bir xil yaratamiz. Yangidan yaratamiz. Hammasi qiz holat. Yani endi buyurayotgan qizval holatda bo'ladi. Yani demek qeyralat kirmaysiz. Kirsiz yash kirsiz degan bo'ldi. Yashat kirsiz degan bo'ldi deb. Yani Rasululloh mana chaqchaq qilgan. Men degandek chaqchaq qildi, lekin to'g'ri chaqchaq qildi, aqlan chaqchaq qildi. Bir hadisda bir qarindoshlarni saymak hisob qo'yay, bir hadisda mushu haqni kuldirish uchun yolg'on chaqchaq qilish qattiq cheklangan. Yani men haqni kuldirdim deb yolg'onni to'qib chaqchaq qilishga bo'lmaydi. Hatto bir hadis sharifda bor, kimki haqni kuldirman deb haqni kuldirish uchunmi yolg'onni to'qimasa jannatning o'ttirsidagi bir qasrni Allah o qasrning huquqini menga berdi. Men o qasrni shu kishiga beraman. Va'da qilman dedi. Kimki chaqchaq qilish uchun bo'lsa, yolg'onchilikni tashlasa, jannatning o'ttirsidagi qasrni shunga beraman. Shuning uchun yolg'onchilik degan shunda yomon ish, hatto chaqchaq qilib yolg'on aytishgan bo'lmaydi. Qo'lchi chaqchaqlar bundan kirib qolmas? Albatta kirdi agar yolg'on bo'lsa. Ular bir o'ltirishdilar mana shu. Ya yolg'on chaqchaq bo'ldi ekan. Saatlar qilalaydi bu. Yo'q, dedi-ku, mana chaqchaq qilishni bu. Maqaraslar Rasululloh eng yomon ko'rdigan ish yolg'onchilik. Qur'oni Karimda qutilal kharrasun dedi. Yolg'onchilarga la'nat bo'lsin dedi. İmam Tirmizi rahmetullohi alayhi naql qilgan hadis sharifda innal kaziba ta'dilu shirka dedi. İmam Tirmizi naql qilgan. Yolg'onchilik shirk bilan o'xshash dedi. İnnel kizbe bak ig'ir jinoyatda bu bak ig'irchilik. Shuning uchun yolg'onchilikning yomonligidan chaqchaq qilib bo'lsa yolg'on gap qilishni cheklagan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir odamning yolg'on gap qilganligini o'qsa, shu odamning tövbe qilmaganligini bilmasa gap qilmaydi deydi. Shu darajada bak yomon ko'radi Payg'ambar alayhisalom. Rasulullohdan so'rg'a vaqtimiz nima deydigan mu'min ma'ni qilam degan qilib qoldi, tövbe qildi, falon ish jinoyat qilam deb qilib qoldi, tövbe qildi deb bo'lib, ammo mu'min yolg'on gap qilam deganda aslo bu yerda hargiz qilmaydi deb degan hadisim bor o'sha. Xo'sh, buni bilgan bo'ldik. Endi mushu sizlarga mush payg'ambar alayhissalomninki sahobalarga qilayotgan shu muomalasidan masalan eng ta'sir qilgan biravinin bağımlısı. Ya Allah. Menimki şu bir işki yaga dep baksa, yani ta'sir qilganimda Payg'ambar sallam bütün hayot ta'sirli qo'yamdi. Xo'sh. Bizning qalbimiz qatib ketdi bo'lmasa, Rasulullohninki bütün hayotni odam yig'lab o'qib chiqadi. Ajoyib bir payg'ambar hamdi. Bu payg'ambar biz lekin buni bilamayotimiz. Ham nurg'un bilmagan qarindoshlarimizni mana bu payg'ambardan tunishib chiqishga chaqiramiz hamda. Bir kunsi bir Abi Umama radhiyallohu anhu shunday deydi. Bir kunsi bir yosh Rasulullohning qashiga keldi deydi. Musulmon, kafir emas, bu yosh, islom aytgan bir yosh kelib, "Ya Rasululloh, menga zina qilishga bir fatvo berslar." En bir rivoyatda dünyada bana zina qilish eng suyumlik, hayotimdagi eng men yaxshi ko'rgan zina qilish dedi. O'ylab olsa, biz Allohning bir payg'ambari, kiplam men zina qilay degan, mana shunaqa bir yo'l tepaslar.
Depti etrafındaki adamlar oturamay ketdi. Bu nim bulap ketdi deb sahabeler bunu tanqitlab ketdi deydi. Bu ise nim deyotsa o Peygamber Aleyhisselam yaqin kela qarindishi. Yaqinlash, yaqin kela, yaqin. Deb shuni bilan yaqin kelgandan keyin anangning zina qilishini yaxshi ko'ramsa degan keyin yani bu tok so'qdi da. Resmi bununki tuyg'usiga shu bir tok qildi. Alloh bilan qasamki yaxshi ko'rmayman dedi. Lekin haqlarni yaxshi ko'rmaydi. Boshqalarni onasidan boshqalarning zina qilishini yaxshi ko'rmaydi. Singling bilan boshqalarning zina qilishini yaxshi ko'ramsa debdi. Bu texim bak bir xil bu ketida. Ya Rasululloh, vallahi men Alloh bilan qasam yaxshi ko'rmayman. Kishilarni yaxshi ko'rmaydi o'zining singlisidan boshqalarning zina qilishi. Hammang bilan boshqalarning zina qilishini yaxshi ko'rasiz. Ya Rasululloh, vallahi billahi men buni bek yomon ko'raman. Ayolning bilan boshqalarning zina qilishini, voy ya Rasululloh men bu xohlamayman. Bu boshqalarni o'zining ayoli bilan boshqalarning zina qilishini xohlamaydi. Heliq sahabe deydi, bu gapni anglagandan keyin zina mening eng yomon ko'radigan bir ishimga aylandi. O'ylab baxslar, bu masalani hal qilishi qarab baxslar. Rasulullohning ma gapni anglab temkinligiga hayron qalaymi? Rasulullahning bu masalani shundoq oddiy usul bilan bir daqiqa ichida zina eng suyumlik bir kishiga zinani eng yomon ko'rsatilishiga hayron qalaymi? Qaysi birisiga hayron qalamiz o'ylab baxslar. Shuning uchun Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam andakin qo'lni ko'tarib Allohumma g'fir zamba va tahhir qalba va hassin farja deb duo qildi. Ana deb bo'lgandan keyin ey Alloh, mush qarindishimizning gunohini afv qilgin, qalbini pokligin, buning avratlarini haromdan saqlagin. O'ylab baxslar. Yani to'g'ri, mushning o'xshash nurg'un ishlar bizning nimizga uchraydi. Darhallam haqoratlab tushimiz hamdi. Men nurg'a uchratdim. Haqoratlablam qondonimisan. Birda masalan yog'liq yo'q ayollar keldi o'qishimizga. Yog'liq yo'q ayollar keldi o'qishimizga. Shunami? Lekin men ajoyib ta'sirlagan bir ayol bor. Bizning maktabga shu yaqinda bir ayol kelibdi. Yog'liq chekmagan. Yani yog'liq chekmagan hamdi. Heliq ayol bizning yetim bolalarni ko'rib, maktabimizni ko'rib yig'lab ketdi. Shu jarayonda heliq ayol qanday qildi ekansa, Yevropada Uber'ni tozalab soatiga 11 yevrodan ishlaydi ekan. Shuni bolalarimizni ko'tarib, yanchoqdan 500 yevroni qo'yib ash bolalarga berdi shu. Yig'layotdi, men faxrlandim, nim degan yaxshi bolalarimiz. Men o'ylab qoldim, bu ayolning yog'liq yo'q. Bir odam endi biz ko'rsak endi, lekin qarab baxsa, qalbi shunda mehribon. Ash Uber'ni tozalab topgan puldan 500 yevroni chiqib bolalarga beryapti. Tamam, biz bo'lsak, voy mundaqgina, voy bu yog'liq chekmabdi. Voy buningga ko'ngli qisq ekan deyishimiz mumkin. Ana ma adam kelib zinaning gibini qilsa Rasululloh normal qaraslar. Qarindishim yaqin kel. Nim deb yaqin kel degani Rasululloh taqim qashimga keladi deb. Ya'ni Rasulullohning ko'ngli qanchalik bir kengri ekanligi. Ya'ni mushundaq ishlarda, bundaq jarayonlarda nurg'un jarayon bor. Yani o'ylab baxslar bu men eng ta'sir qilgan bu ishni nihoyatda bak ustluq bilan hal qilgan va shunda tamkinlik bilan, ya'ni chechilmay, ochiqlanmay. Endi menga ham bir ta'sir qilgan ishlardan ham birini bir degim kelib qoldi. Bu mu bak hayron qolamiz endi. Rasulullohning zamonida Julaybib degan bir sahoba bo'lgan. Endi bu Julayb deydi, dunyodagi butun ayib nuqsonni Alloh men berib ekan deydi. O'zi pakka, qop-qora, do'g'loq, butun satikni men berib ekan degan bir gap bor. Tamam. Shuning bilan Rasululloh bir qatimliq Uhud jangida, mush abam deydi-ku, Uhud jangida jang tugagandan keyin
Sahabelerden aramızda kim var, kim yok, kim yarlan dep hemen sorğandan keyin yarlanğanlar, şehit olğanlar hemen depe Peygamber aramızda biraz yok emaslar, keyin yok adam barmı dep sallar. Ya Rasulullah hemmesi bar. Hemen tuluq yani falan ölük, falan şehit oldu, falan bar, falan kesildi ekan. Ya bir adam bar. Kim ya Rasulullah? Julayb ibn izdanlar. Oylab baqslar, aş sahabeler esigim kelmedi. Yani aşu Abu Bakr, aş Umar radıyallahu anhu, aşundaq kat sahabeler hiç qası esig kelmedi. Peygamber Julayb, men Julayb ibn yo'qtib qo'yapti. Men Julayb ibn izdanlar degan izdisi yo'q. Voy Julayb yo'q. Peygamber onda olsa şehit o'g'illarning qatoriga izdanlardi. Basa Julayb radıyallahu anhu etrafıda kafirlardan 7 adamning o'lik tuğan, keyindan o'zi şehit bo'lgan. Tamam. O'ylab baqslar, yani hech kimning esida yo'q adamlar Resulullah'ning esida bor. Yani ma dunyoda hech kim esiga olmaydigan mush sahabini Rasulullah esiga olgan. Bu her bir Müslüman muşundan ülke alsak, bizning içimizde hiç qanday musafir bo'lib qolmaydi. Hech qanday g'arib bo'lib qolmaydi. Hech qanday bechora qolmaydi aslida. Bu chet elda biz eng muhtoj narsamiz shu hozir. Eng muhtoj narsamiz shu. Mana mushunda bo'lgan vaqtida davlatimiz qurildi. Ma davlat qurilishdan burun bizning mushu suhbatlar tepilish kerak. Bizde bir xil qo'pollik, davomli o'z bir-birimizdan og'rinish, bir-birimizdan batnash, Uyg'urlar degan ondoq, palon degan mundoq. Ümidsizlik. Tu'minu hatta tahabbu. Mana bu dinimiz bu. Mana bu bizning dinimiz. Endi eng oxirsida vaqt uzrab kelsin, men bir ruxsat qilsam, men bilan ajoyib bir ta'sirlandirgan. Bu hayat, çünkü bu hayatımızda yetip başlayan ders manasından çıkıyor. Resulullah'ın vaktida bir kişi var idi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e devamlı soğuk verip onu bunu kılıp ötüdüğün yani bir adam. Lekin öz oyuncurak. Haraqni jiqichib oldi. Haraqni. Şunu bilan Resulullah'ın qashiga pat-pat akilib bu dariya aytadi. O bir qatim, ikki qatim hech gap emas. 3-4 qatim, 5-6 qatim ajnan. Shu bilan oxirgi bir qatimni sahobalar urib va nimandaq to'ymaydigan narsa. Yine urdi Rasulullah darrini, yine ichsa, yine urdi. Voy Allohning la'nati bo'lsin dedi. Yani sahobalar biz shunda esli odamlar, lekin aning ashi yine ichib, yine tayoq yeb, yine ketib, yine ichib, u bir ikki qatimliq bo'lgan gap emas ma bu. Deb sahobalar Allah'ın laneti olsun. Sen nimandak bu derigili köp kilisi bu yerga. Tek ölüşküydün, aldın künüydün, bir hafta burun ay. Bu sen kileveremse Allah'ın laneti olsun debat. Peygamber Aleyhisselam ne demiş edi? Oylap baksana. La tel'anu. Bunun herkes lanet okumanlar. Fe innehu yuhibbullaha ve rasuluh. Ma adam Allah'ın Resulüne yaxşı gördü dedi. Haraq içken bir adam ne? Resulullah'ın guvaçlığı mı, guvaçlığı emas mı? Oylab baqslar. Sil biz bo'lsak, dedik-ku, beşide biri yağlıqning yo'qligi, bir adamning biri tamak chekib qolganligi, shunami? Bir adamning biz tanımaydigan bir qiz bilan ketib qolganligi, biz shu adamni qarlab do'zaxga tiqib o'tishimizga yetib başladı. Ma hayotimizdagi dars ma uchun. Chunki Rasululloh bika guvohlik qilmadi. Buning shu haraq ichib qo'ydigan aybidan boshqa ayb yo'q sahoba. Bu bizga uchun bir hayotimizda dars. Yani bir adamninki 60-70% bulduğu yeri bo'lsa, 20-30% bo'lmaydigan yeri bo'lsa, kechirayotimiz o adamni. Ma Rasululloh bizni uyutadi. Sen ko'zing qor ko'zonak taqmay, uning haraq shikayerini ko'may, uning nurg'un yaxshi yerlari bor. Shuning ma Rasululloh sahabining tarixini tuzuk o'qisak, mencha nurg'un yaxshi yerlar chiqadi. Bu sahaba ash so'zdan keyin hayoti bu haraq ishmaydi bo'lib ketadi. Haraq ishmaydi bo'lib ketadi. O'ylab baqslar. Voy Alloh la'nat qilsin deb aytayotgan bo'lsa, tugaydi.
Ma Allah'ın Resulü'nü yaxşı gördü degan kundan başlap vallahi billahi tallahi Shu kunni boshlab tashlab tash etgan. Demak, endi bu payg'ambar alayhisalom tarbiyaninki, ya'ni birinchi tarbiyachi ustoz Rasulullohdan qanday tarbiya qilingan, qanday insonlarni qaysi shaklda o'ziga moyil qilishni bildigan darajada. bu uncha ulam tas emas. Mana biz o'zimiz mush Rasulullohni ulgu tutsak, davomli mushunga tirishsak, shunama? Evet. Buldan gap. Yana deymanki, mana bu bizning payg'ambarimiz. Mana bu bizning payg'ambarimiz, mana bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Ko'pdan ko'p rahmat. Bugungi programmamizning oxiriga kelib qoldik. Oxirgi savolimiz bilan tugatdik. Bugungi savolimiz tükürükümni yutib alsam Ramazon yoki ro'zam Qo'sh. Endi qarindoshlar oldi bilan deb qo'ydigan gap, dinda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam davomli osonchilikni tashviq qiladi. Rasul shuni. Ham Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ikki ishni qilishini to'g'ri kelsa, shu ikki kishining eng osonini tanlaydi, shariatga xilof bo'lmasa deydi. Mesela bir jumlaq siziqsizsaq, bir narsa o'ttirildi, yeni oldu shunama. Rasululloh eng oson tanlaydi, lekin doiraning ichidan chiqmaydi deydi. Xo'sh. Ma Ramazon haqida mesela Allah subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam deb Baqara surasininki 183-oyatda mana shu ro'zaning farz bo'lganligini deb kelib, shu oyatning oxirisida yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra deydi. Allah sizlarga osonchilikni xohlaydi, taslikni xohlamaydi deydi. Shuning uchun ulamolar mana Ramazonga aloqador nimada payg'ambar alayhisalom mush oyat nisbatan, mush oyat qarab turib nurg'un ishlarni osonlashtirgan. Endi bu tükürük meselesi kelgan vaqtda Imam Ahmad Hanbal rahmetulloh alayh nima degan desizlar? Tükürük, andiki ma balg'am bu narsalarni yutib olsa Ramazon singmaydi degan. Masalan, chunki bu Ramazon singib ketdi desa nurg'un ta'sir bo'lgan gap. Ham bu saqlanib o'g'lamaydigan ish emas. İnsan yig'ildi davom etadi. O'g'limlik foyda bo'ldi o'g'lamaydi. Tamam. Shuningga masalan shu qatordan nima ish qilsa, biri bu qasdalik emasda, u sirtdan akrib qilib olgan narsa emas, o'zimizning og'izda bor narsa. Shunga o'lmalarimiz deganda masalan ro'za tutgan odam o'ylab baqsalar, bozorda masalan bir narsa olmoqchi bo'lsa, Ramazonda shuni tetib baqsa bo'ldi degan. Ya'ni yutib etmay tetib baqsa. Tetib tükürib. Ha, tükürib baqsa, masalan tavuz, tatliqmidi, achchiqmidi, uni tetib qilib tükürasi bo'lar deb fatvo bergan. Galdan o'tib ketmaslar. Galdan o'tib ketmaslar. Masalan, tavuz eplar yoki bir narsa eplar, mo'shani tetib baqsa, ya'ni qo'siq qilam kirib ketmasa, bo'ladi. Oshning tuzlarini tetib baqsa. Albatta bo'ldi. Kitobda bor, biz o'qigan kitobda. Iliq erining achchiq yomon bo'lsa, achchiq yomon ayol tuzini tetib baqsamiz bo'ldi deb. Albatta bo'ldi. Masalan, oshpazlar nimalar tuzini tetib qilib vujud etmasa bo'laverdi. Ya'ni, masalan, og'zimizga ba'zan iskir ketadi. Bir odam tamoq iskir ketadi. Ba'zanda yani biz qasdan emas, ba'zanda ba'zanda chang tuzang, ba'zanda tuproq ish qilib biz qasdan qilmagan ishlar bilan gelimiz bir narsa kirib qolsa Ramazon singmaydi. Ramazon singish uchun biri qasdan bo'lish kerak, ikkinchi shu narsaning Ramazonni singdirib o'tadiganligini bilish kerak. Deyishdi qo'tini o'gan. Shu tükürük Ramazon singmaydi. Qanchalik yutib olsa Ramazon singmaydi. Bu ulamolarning fatvosi shu. Xo'sh, shuna qilib mishani oxirlashtiraylik bo'lsa, inshaalloh atiyam davomlashtiramiz. Inshaalloh. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi 9-sonimiz mishada oxirlashdi. Anglab o'tdik Rasulimizningki qanchalik go'zal axloqli ekanligini, mayli eng suyumli sahobalar bilan bo'lsin yoki shu sahobalarning ichidagi gunohkor, gunohga tushib qolganlar bilan bo'lsin. Ular qilayotgan muomalasi, tutayotgan pozitsiyasi hammasi bizga ayrim dars ekanligi, muomalaning qanday qilinadiganligi. Biz Rasulullohga ergashishchi bo'lish sifatimiz bilan har bir mu'min shu Rasulullohning olib kelgan bu risolatini boshqalarga go'zal ko'rsatish, chaqirish uchun buyurilgan, ya'ni faqat dinga chaqirish olim ulamolarning majburiyati emas. Albatta ularning eng chong majburiyati bor, ammo har bir musulmon biz musulmonlik kimligimiz bilan yashayotgan har qanday bir yerda boshqalarni dinga chaqiruvchi o'xshash zamonda bu dinning xizmatchisi bo'lish sifatimiz bilan ana shu payg'ambarimizningki sahobalarga, atrofidagilarga, dushmanlarga qanday muomalani tutib turib, qaysi shaklda ularni qoyil qilib qilayotganligi biz o'rganadigan eng muhim narsa bu. Shuning uchun biz
bu ahlakını, bu güzellikini öğrenip hayatımızga, ailemizden başlayıp dost birodarlarımız, etrafımızdakilerge şundak muamele qilgan vaqtimizda İslamның güzelligidan suyunmaydigan hiçbir insan yok. Hatta dinsizlarımı suyunup, təsirlenip dinimizin güzelligiga işinip, iman etip buluşqa vesile bo'lgan gapdan shunday güzel axloq bo'lganda Rabbimiz shuni muyassar qilsin inshaalloh. Allah ömür berse. Atiki programımızı görüşeceğiz. Sizlerni Cenab-ı Allah'a topşırımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Ya Seyyidel Kevn